Bu Xitoyda hamma narsa bor ekan, lekin svetofor degan narsa yo'q ekan, do'stlar, mana qaranglar. Mana hammaga baribir. Kim o'tyapti, qachon o'tadi, peshixodni umuman to'xtashmas ekan, mana. Peshixod mana nechta chorraha ko'rdim, hammasida xuddi shunaqa holat. Lekin videoga olsang uyalishmas ekan, hammaga baribir ekan. Men omad demas ekan. Yana bitta haqiqat. Sizlarga shuni aytmoqchi edim. Короче, Xitoylar faqat inomarkada yuradi deyishardi, lekin 90% shu gap rost ekan. Mana Honda o'tib ketdi, qaranglar. Toyota, Volkswagen. Mana bu nima edi bu? Ya'ni bu ham Toyota ekan mana. Yana Toyota ketdi. Mana Mercedes, Nissan, Ford, yana nima? Kia, Mercedes, mana yana Toyota. Mana kelayotgan u ham Toyota, mana bu Xitoy lekin. Mana qaranglar, signalchi olib, so'kinmas, men olganim yo'q. Xullas akalar, so'kinma dedim, iplos. Mana deyapti. Mana kiyim do'kon, hamma narsalar bor, lekin biz o'ylaganchalik arzon emas ekan. Yana aylanamiz.